Diqqat! Bu ma'lumot har bir kishi uchun muhim. 19, 20, 21, 22 yanvar kunlari mamlakatimiz hududlarida anomal sovuq va qor yog'ishi kutilmoqda. Qaysi hududlarda sovuq eng kuchli bo'ladi? Qor qayerlarda ko'proq yog'adi? Bularni bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, mamlakatimizda 19-23 yanvar kunlariga ob-havo prognozi e'lon qilindi. Bugun va ertaga O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bugun faqat Navoiy viloyatida va ertalab Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatida biroz qor yog'adi. Ertaga 20 yanvar kuni faqat respublikaning janubiy-g'arbiy hududlari bo'yicha kechqurun yog'ingarchilik, ya'ni yomg'ir va qor bo'lishi mumkin. 21-23 yanvar kunlari O'zbekistonning katta qismida vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Haftaning birinchi yarmida havo harorati kechalari 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 3-8 daraja iliq atrofida bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmida harorat asta-sekin kechalari 2-7 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 2-7 daraja iliqqacha pasayadi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ushbu hafta davomida harorat asosan kechalari 8-13 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja sovuq. 23 yanvarga kelib 3 daraja iliqqacha bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. 21-22 yanvarda respublikaning ayrim joylarida shamol tezligi 13-18 mm/sekundgacha kuchayadi. Tog'li hududlarda vaqti bilan qor yog'adi, qor ko'chish xavfi bor. Toshkentda 19-21 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat asosan kechalari -1 daraja sovuq, bugun va ertaga kunduz kunlari 3-6 daraja iliq. 21 yanvar chorshanba kuni 7-9 daraja iliq bo'ladi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 mm/sekund tezlikda esadi. 22-23 yanvarda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Harorat 22 yanvarda kechasi va kunduzi 0-2 daraja iliq. 23 yanvarda kechasi 3-6 daraja sovuq, kunduzi 0 daraja atrofida bo'ladi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 mm/sekund tezlikda esadi, deyiladi xabarda.